Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Biz bugun travertin haqida ma'lumot beramiz. Qanaqa travertin aka bu? Moviy zavod travertinlari. Xizmatlari ham yaxshi. Xizmatlari ham yaxshi, kafolatli travertin. Qaranglar, birinchi o'rinda hozir narxini aytib o'tib ketamiz. YouTube'da kamdan kam odam narxini birinchi aytadi-da. Necha puldan qilyapsiz aka kvadrat? Narxlari aka 80 mingdan joyiga qarab 150 minggacha bor. 150 minglarimizga o'sha yangilik Milano, Turmarin shunga o'xshagan narsalar ham bor. Hamma fasad ishlari o'zimizda qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga xizmatlarimiz bor. Gaplashtiramiz do'stlar bilan. Devorni suvoq qilib bersangiz, joyini kelishar ekan. Yurib gaplashaylik, mana mo'llar ko'rsatib yuboramiz. Qarang, yurib gaplashamiz deyapman mana. Suvog'idan keyin 15 yil, 20 yil xizmat qilaverar ekan, loyi, tosh ketadimi, keles ketadi, nimasi kelsa, hamma yoq o'zlaridan qilib berishar ekan. O'sha pulni ichida. O'sha pulni ichida ekan. Olib ketagan beradi. Aka loy choplaganmiz. Loy choplab yuvdik. Mana ko'ryapsizmi? Mana. Tiniq turibdi. Hech qanaqasiga o'ziga loy, chang, qum ushamas ekan. Yuvib ishlataverar ekan. Necha yil garantiya aka? 15 yil garantiya aka. 15 5 yil servis xizmatimiz bor. Ustoz, bu bitta odamning umri-yu 15 yil. 5 yil servis xizmati deganda nimani tushunishimiz mumkin? 5 yil davomida qanaqadir misol devordan nimadirlar bo'lsa, borib chaqirishsa, o'zimiz borib qilib beramiz. Ashadan o'zi birga bir qilib ishlab beramiz. Ko'rsataylik. Ana po'kaylari ham ichida ekan-a? Mana po'kaylar olib keling Jamila. Mana. Po'kay ekan. Bular ham shuni ichida. po'kaylar ham ichida hammasi. Hozir endi ko'p ham sir bo'lmasa kerak. Mana shu yerda necha pulligi bu? 150 mingmi, 80 mingmi, necha pul? 100 ming so'mligi. O'rta ekan, o'rta. O'zi aytilganki, ishlarning yaxshisi o'rtachasidir deyilgan. Olisi ham oliy, pasti ham pastli. O'rtacha qilib berib zo'r. Bu bitta ko'rinyaptimi remontlar? O'ziga rosa yarashtirdi. Endi bu tomon old tomonlarni ham qilishgan. Aka necha kunda bitdi? 7 kun davomida aka 300 kvadrat joyda bitirib berganmiz. 300 kvadrat joy 7 kunda bitgan. 7 kishi ishladilar. Olib keling. 3 kishi ishlagan. 3 kishi ishlashdi. Yaxshi. Buni qarang mana. Ob'yomni ko'ryapsizmi? 300 kvadrat joy 7 kun ichida bitgan. Suvoq holatda kelgansizlar. Suvoq holatda kelgan. Lepka polni hammasini o'zimiz uстановка qilib. Suvoq holatda kelishgan. Tashqari fasadlar ham mana bu tomonlar ham bo'lgan, qarang, o'sha 7 kun ichida. Mana bu devorlar ham bo'lganda, qizig'i. 300 kvadrat. O'ta tez ekan. Aka odam ko'p ekan-a jamoada. Shunaqa ko'p aka. Brigadalar ancha bor. Keyin bu olgan mahsulotlarni O'zbekistondan chiqadimi, chetdan keltiriladimi? O'zimizdan chiqadi. Moviy zavod, laka, jemchugi, hamma narsasi moviy zavodnikidan. Bunaqa hali ishlab chiqarish emas, zavodda narsalar hammasi. Hozir ishlab chiqarish ko'payib ketdi. Ko'payib ketdi. Olib keta tashqari fasadni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Hurmatli YouTube ishqibozlari, videomizga like bosib qo'ysalaring. Bu travertin ishi ham hozir hamma qilaveraman deb o'ylayveradi-yu, lekin buni ham o'ziga yarasha nimalari bor-a, sir-sinoatlar. Hamma narsani ustasi qilgani yaxshi. Necha yildan beri qilasizlar? Bizga 8 yil bo'ldi, usta akamiz bor, unga ancha bir 15 yillar bo'lib qoldi. Travertin endi chiqqanda boshlagan ekan. Yangi chiqqan. Savol berdi. Qarang, hozir shoptoli o'rik pishiq sezonku, bolalar devorga otib ketishadi. Shu otganda shaltag'ini ham yuvib chiqarib olsa bo'ladimi? Bemalol yuvib, hammasini chiroyli qilib yuvsa ketadi. Ustiga nima tegsa ketadi. Pislatada yuvish shart bo'lsa, o'zini yuvsa ko'chib yuboradi. Suv bilan yuvsa mana bu lak. Tepadi. Baquvvat narsa. Ushlab qoladi. Salafanga o'xshab arqasiga suv, hech narsa o'tkazmaydi, devorga hech qanaqa ziyon o'tib devorda ziyonlamaydi. O'yib tashamasa bo'ldi deganda, o'yib tashamasa bo'ldi. Qattiqroq urmasa bo'ldi. Nimasiga qoyil qoldim? 15 yil garantiyasiga. 15 yil shu bilan ko'rdim demaysiz. Bo'lmasa hali albastir bilan siz suv olib qo'yasiz, har yili remont qilish kerak. Ohaylar, fasadga. Keyin yana mamoda rang yoqmay qoldi deylik. Ustidan birorta rang berib olsa bo'ladimi? Shunda qoladimi? Qachon? 20 xildan ortiq ranglarimiz bor. O'zi travertinda ham misol hozir zamonaviy nimaga shu oq hamma qildiryapti. Tushunarli. Hurmatli, Nega bitta oxirgi savolim, kechirasizlar. Mashina ustiga misol menga maloshni yoqib qoldi. Qilib bo'lganimdan keyin, 5 yildan keyin. Shilib tashab qoladimi, ustidan tortib yuboradimi? Ustidan shuna kafilnikilar tortib qivarilaveradi yani. Yana xuddi shunaqa chiqaveradi bu. Qoyil, vaqtimiz ham yaqinlashib qolibdi. Hurmatli YouTube ishqibozlari, videoga like bosib, travertin xizmatini qildirmoqchi bo'lsangiz, usta oqtarib yurgan bo'lsangiz, professional. Travertin yangi chiqqanda boshlashgan ekan, 15 yil oldin chiqqan travertin kamida. Bemalol murojaat qilaverasiz. Pastda nomer qoldirib qo'yapmiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Hammalarga Qurbon hayiti muborak bo'lsin.